Bismillah. Hammaga assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, ko'pchilik aka ukalarimiz o'zimiz opa-singillarimizga hadiyaga Toyota LC300 gibridini qizil rangida so'rashuvdi. Sotuvga bir dona yetib keldi. Kelinglar bir motor haqida ozgina ma'lumot berib, ma'lumot o'rnida ko'rasizlar. Toyota LC300 dan orasida radari bor, radari yo'g'i bilan kamida $7000 gacha farq qiladi. Bunda radari bor, 360 gradus kamera. Endi motor haqida ozgina tushuntirish berib ketamiz. 3.5 twin turbo bo'ladi, V6 va obrazli motor. 457 ot kuchiga eng katta ot kuchi Toyota'lar orasida gibridga berildi. 790 Nm bo'ladi. Ichiga ham o'tirib oldi. Alloh hammalarga nasib etsin. Har doim LC300 dan ko'rsatganimizda benzin bo'ladimi, dizel bo'ladimi, gibrid bo'ladimi, har bittasini komplektatsiyasi bilan tushuntirib ketamiz. Xo'p, qadrdonlar, bu VX komplektatsiya bo'lgani uchun head-up display yo'q, lekin JBL akustika, JBL kolonkalarda sidena pamять bor, rullarimiz ham elektriskiy borib keladi. Keyin полосы удержания, adaptivniy cruise control hammasiga ega. Keyin Land Cruiser'da eng kerakli bo'lgan narsalardan biri off-roadchi aka-ukalarimiz bilishadi. Orqa differensial blok bo'ladi, oldi differensial blok bo'ladi, valve blok bo'ladi. Keyin mana bu knopka qisqa masofada off-roadda mashinani burib olish knopkasi. Keyin mana bu yerda ko'rasizlar Mode Selection. Mode Selectionda Sport, mana sport kodda, keyin normal, har bitta funksiyasi bor. Keyin Eco ga o'tadi. Xo'p, besprovодной zaryadkaga joy, холодильниklarimizgacha bor, sidenalarimizda abduf abagiriflargacha bor. Bu lyuksda bo'ladi. To'liq qaytarganimdek VX komplektatsiyada orqada abduf o'zi bo'ladi. Bitta ko'rsatib keting, abagirif bo'lmaydi. Faqat abagirif oldida bo'ladi. Passajirlarimizga ikkitadan monitor, 7 o'rindiqli bo'ladi. Keyin ko'rsating, eshiging tagidagi parokdek Land Cruiser yozuvlari ham yonib turadi zavod. Rangi boshqacha, aka-ukalarimiz so'ragan, opa-singillarimiz maxsus sovg'aga mana tayyor turibdi. Keling, mana spirallarni ham ko'rsatib o'tib keting. Dugalarning turishini qarang. Keyin qadrdonlar, buni bamperning orqasida ham nakladka bor, xrom nakladka, bular ham top opsiyaga kiradi. Bu gibrid qadrdonlar, VX komplektatsiya. Buksirovka. Har doim aytaman, agar Land Cruiserda buksirovkaga joy tashlab ketilgan bo'lsa, bu top opsiya hisoblanadi, yanada balandlashadi narxi. Haqiqiy Land Cruiserlarda bo'lishi kerak, bekorga emas. Bismillah, orqa xonasini ochib hozir bitta qisqacha ko'rsatib o'tib ketamiz. Qizil rangi ja boshqacha ko'rinar ekan. Xo'p, qadrdonlar, ko'rib turganingizdek ikkita naushnikka joy, 7 o'rindiqli, yana qo'shimcha kolonkalarga ega. Hamma sidenalarimiz knopka orqali tushiriladi, ko'tariladi. Yana qo'shimcha orqada 3-o'rindiqqa Type-C ga joy tashlab ketilgan. Keyin 3-o'rindiqli ham oldida sidenani qo'zg'atish uchun o'rta sidenani knopka qo'yib qo'yilgan, tushiradi, pastga ko'taradi. Rangi haqiqatan ham boshqacha bo'lar ekan, qizilda bor-ku. Qadrdonlar, eshikning chetidagi ramkalari, bu yoqdagi mana xromlari, bokovoy, past qismdagi nakladkalar hammasi bular dop opsiya hisoblanadi. 20 diska balovlarda turibdi, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qadrdonlar, ko'pchilik so'raydi narxini. Narxini har bitta videomizda video tagida ostida yozib qoldiramiz. Bojxona, yo'l kira. Bu video ostida shu Land Cruiser narxi bojxonasini yozib qo'yamiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qizil